haqiqiy legenda mashinasini olib qoldik. 01 mashinamizni. Bu mashinani elektr montajlarini qilib beramiz. Generatorlar yaxshi zaryadga bermayapti. Motorni atsak simlarini to'g'rilab beramiz. Videolarni kuzatib boringlar. Bitayotgan holatlarni qo'yib boramiz. Mana relaylarni qo'yib, kommutatorlarni qotirib, mana hammasini gofriga kiygizib, xudo xolasa o'zi ishlab bo'ladi. Mana klemalarni tozalab, cho'tkiga yengib qo'yib, mana gofrilarga kiygizib, xudo xolasa ideal holatda bo'lyapti ishlarimiz. Buni ponni motorni atsakini ponni full variant ishlatib qo'ydik. Mana ko'rishinglar mumkin. Ketgan simlarni alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydik mana. Mashinamizni zavod qilamiz, xudo xolasa. Manalar hamma narsa ishlayapti. Videoga beramiz mashinamizni. Qatmaniylar yong'oq bor, qatmaniylar. Numerasi shenasiga yong'oqda, faqat patron yongan. Qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mashinamiz tayyor xolisa. Mana kapot palafonlariga yong'oq, mana gofralarga kiyg'izib, filis bilan yengib qo'yib, mashinamizni full variant ishlatib qo'ydik. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bilasizlar, akkurat sifatli qilib, elektr montajini ponni full variant ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retro so'rovchilarga jo'natib qo'yib, qasddan nomer qoldiramiz.